Assalomu alaykum. Bugungi efirimiz xudo xolisa endometrioz va endometriozga ta'sir qiluvchi omillar hosil bo'lishida va bu endometrioz bizning reproduktiv tizimimizga qanday salbiy ta'sir ko'rsatadi va homiladorlikka to'sqinlik qiladimi? Bu haqda bir qancha savollar kelgan. Kecha jonli efir haqida e'lon berganimdan keyin direktga bir qancha savollar kelgan va ulardan eng aktualnilarini bo'lganlarini tanlab oldik va ularga xudo xolasa bugun to'liqroq javob berishga harakat qilamiz. Inshaalloh bugungi efirimiz hammamiz uchun foydali va manfaatli bo'ladi deb umid qilaman va niyat qilamiz. Birinchi navbatda Ramazon oyi muborak bo'lsin hammamiz uchun va bizani tibbiy tarafdan gapiradigan bo'lsak, vujudimizga, ruhimizga shifo bo'lsin, ilohim. Hamma qilgan yaxshi niyatlarimiz amalga oshib, inshaalloh farzand tilagida yurgan juftliklarimiz ham mana shu oy yaxshi xabarlar eshitishi nasib qilsin. Demak, birinchi savoldan boshlaymiz. Eng ko'p berilgan savol bu o'zi nima degan savollar ham kelgan. Endometrioz nimaligi haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Endometriozni tushuntirishdan oldin normani yana keling bilib olaylik. Normada bachadon ichki qavati 3 ta devordan iborat. Birinchi ichki qavat endometri qavati, ya'ni bola birikadigan qavat. Ikkinchi qavati mushak qavati. Normada mushak qavati asosan tug'ruq jarayonida homilani chiqarib berishda ishtirok etadi, qisqarishi hisobiga va menstruatsiya paytida ana shu menstrual qonni ham tashqariga chiqishiga yordam beradigan qavat hisoblanadi, mushak qavati. Va uchinchi qavat bu qorin parda qavati hisoblanadi. Ya'ni boshqa organlardan ajratib turuvchi parda. Mana shu eng ichki qavati, endometrial qavat normada har hayz kelganda 90-95% qon tashqariga oqadi. Ya'ni qin orqali hayzim keldi degan paytda mana shu tashqariga oqqan qon hisoblanadi. 5% qismi bachadon naylari orqali qorin bo'shlig'iga tushadi. Va qorin bo'shlig'iga tushgan haligi qon normada organizmda immun sistemani to'g'ri ishlashi natijasida bu yot jism deb bularni parchalab yo'qib tashlaydi. Lekin ba'zi holatlarda immun sistemasida muammolari bo'lgan, ya'ni genetik muammolari bo'lishi mumkin yoki yashash turmush tarziga bog'liq bo'lgan, masalan ich qotish yoki qorin bo'shlig'ida qandaydir surunkali doimiy infeksion holatlar bo'lsa, immun sistemamiz sustlashgan bo'lsa, buni natijasida mana shu tashqariga qorin bo'shlig'iga tushgan menstrual qon parchalanib yo'q bo'lib ketmaydi va qorin bo'shlig'idagi o'sha devorlarga birikib, har hayz kelganda u ham o'sha ta'sir ostida u yerda ham qonli ajralmalar paydo bo'ladi va keyinchalik bu qorin bo'shlig'ida chandiqlar hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Bir vaqt o'zida nafaqatgina chandiqlar mana shu organlarni bir-biriga yopishib qolishi hisobiga normada hamma a'zolarimiz qisman bo'lsa ham vibratsiyalangan holatda, ya'ni titroq holatda turadi. Lekin mana shu chandiqlar buni harakatini, bachadon harakatini, ichak harakatlarini sustlashtirgani hisobiga ayollarimizda og'riq hissi paydo bo'ladi, qorin bo'shlig'ida surunkali yallig'lanish jarayoni yuzaga keladi va eng birinchi simptomlardan bittasi bu kuchli og'riqlarga shikoyat qilishi bilan murojaat qilishadi. Ya'ni bilib oldik nimaligini, qorin bo'shlig'iga ichki endometri qavatini chiqishi va u yerda o'ziga uy yasab o'sha yerda ko'payishi hisobiga organizmdagi reaksiyalar hisobiga hosil bo'ladigan narsa. Endi endometriozni keltirib chiqaruvchi omillarga keladigan bo'lsak, sabablarga keladigan bo'lsak, bir qancha nazariyalar bor, lekin mana aniq mana shudan kelib chiqadi degan gap yo'q. Haligacha buni ilmiy ishlar qilib, tekshiruvlar qilib, buni oldini olishimiz uchun kelib chiqishini bilishimiz kerak bo'lgan kabi ilmiy ishlar ko'p olib boriladi. Birinchi anaqa sabablardan bittasi bu o'sha aytib o'tganimdek, masalan, ich qotish yoki qorin bo'shlig'idagi nima deydi, bosimning o'zgarishi, menstrual qonning noto'g'ri oqishi, mana shu jarayonlarga turtki beradigan holatlarni hisobiga paydo bo'lishi mumkin va
Buni hisobidan masalan immun sistemasi boshqa autoimmun kasalliklari bo'lsa ham bu endometrioz kasallikni avj olishi yana ham tezlashadi. Masalan, misol qilib aytadigan bo'lsak, bemorimizda autoimmun tiroidit bo'lsa, ya'ni o'zini qalqonsimon beziga nisbatan antitanachalar paydo bo'lgan bo'lsa, yo bo'lmasam ichak kasalligi bilan bog'liq hazm qilish tizimida muammolar bo'lsa, endometrioz kasallikni rivojlanishi yana ham kuchliroq bo'ladi. Chunki hali aytib o'tganimdek, immun sistema bilan bog'liq holat ham bu yerda katta rol o'ynaydi. Risk omillariga nimalar kiradi? Erta hayz kelishi, ya'ni normada biz oldinlari 11, 12, 13, 14 yoshida hayz kelish holati bo'lsa, hozirgi paytda onalar ko'pincha shikoyat qiladi, qizimda erta jinsiy rivojlanish, erta hayz kelishi holatlari yuzaga kelganiga shikoyat qilib kelishadi. Mana shu holat ham omil hisoblanadi, risk omil hisoblanadi va uzoq muddat hayz ko'rish, ya'ni klimaksning kechikishi ham bu holatni riski hisoblanadi. Nimaga deb so'raydigan bo'lsanglar, bu jarayon har menstruatsiya kelganda yana ham nima deydi, gurkirab yashnaydi. Chunki har menstruatsiya kelganda tashqariga o'sha qon oqimi bilan qorin bo'shliqqa tushgan joylarda o'choqlar ko'payib boradi. Va buni natijasida bu kasallikning simptomlari kuchayib boradi. Ikkinchi risk omillaridan bittasi bu noto'g'ri ovqatlanish. Ya'ni ichakda yallig'lanishni chaqiruvchi mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish. Bularga nimalar kiradi? Yoki estrogen tarkibli narsalarni ko'p iste'mol qilish. Kosmetik vositalarni, ya'ni sifatsiz kosmetik vositalarni tarkibida ham estrogenga o'xshash modda bo'lganligi hisobiga mana shu mahsulotlarni, konservirованный mahsulotlarni ko'p ishlatish, masalan ichakda o'z yallig'lanish bo'lib, sut mahsulotlariga nisbatan hazmsizlik bo'lsa va uni qabul qilishni davom ettirish bu kasallikni avj olishiga sababchi bo'ladi. Va yana berilgan savollardan bittasi bu endometrioidni kista rakka olib keladimi deb so'ralgan. Juda ham kam miqdorda, ya'ni 1% deb tashkil qilingan, ya'ni bu ilmiy ishlar qilib ko'rilgan. Normada endometrioidni kista xavfsiz kistalar turiga kiradi. Lekin masalan oilaviy genetik moyillik bo'lsa, masalan onada, xolada yoki ammalada uchragan bo'lsa, bu holatga moyillik bo'lishi mumkin. Lekin o'zi endometrioidni kistani doimiy rakka aylanadi deyishimiz noto'g'ri bo'ladi. 1% ni tashkil qiladi, ya'ni rakka aylanish ehtimoli. Keyingi savolimiz, agar ayol kishi tug'magan bo'lsa ham bu endometrioidni kista endometrioz hosil bo'lish riskimi deb so'ralgan. Avvalambor bu xuddi doira sifatida bir-biriga zanjir bo'lgan muammo hisoblanadi. Masalan, yana o'sha aytib o'tganimdek, kelib chiqish sababi doimiy hayz siklini yuzaga kelishida noto'g'ri qonni oqimi va qorin bo'shliqqa tushgan qon parchalanib yo'q bo'lib ketmasligi hisobiga bo'lgani uchun, masalan, normada homiladorlik yuzaga kelsa, eng kamida 9 oy ayol kishi hayz ko'rmaydi va shuni sababidan bizda qorin bo'shlig'ida hosil bo'lgan o'choqlar sekin-asta so'rilishi mumkin. Ya'ni buni kelib chiqish tegida estrogen dominantligi, estrogenning miqdori ko'pligi yotadi. Aynan homiladorlik davrida bu holat pasayadi, chunki progesteron gormonining avj olish holati hisoblanadi va shu sababdan biz aytamizki, endometrioz holatni davosi bu homiladorlik deb aytiladi. Ya'ni homiladorlikda progesteron gormonining yuqori bo'lishi. Hattoki davolash rejasiga kelganda ham biz o'sha estradiol progesteron muvozanatining buzilishini hisobga olgan holda biz estradiolni tashqaridan qabul qilish, estradiolga o'xshash moddalarni qabul qilishni chegaralash, masalan, o'sha plastmassaviy idishlardan ovqatlanish, ya'ni aytib o'tgandek, kosmetik vositalarni ko'p
qabul qilmaslik yoki juda sifatli kosmetikadan foydalanish kerakligi, bular hammasi ovqatlanish tartibini buzilishlari hammasi bu risk faktorlar hisoblanadi. Bularni o'z yo'liga qo'yganimizda bu o'choqlarni kamayishiga nima deydi, imkoniyat bergan bo'lamiz. Bir vaqt o'zida bu endometrioz kasalligini hisobidan bepishlikka sabab bo'ladi. Ya'ni homiladorlik yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Qanaqa sabablar bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda mana shu qon oqimini tashqari qorin bo'shlig'iga ketish davrida bu bachadon naylarida ichki chandiqlarning hosil bo'lishi va buni hisobiga bachadon naylari yopilib qolishi va homiladorlik yuzaga kelishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Ya'ni tuxum hujayra bilan urug'ni uchrashish joyi biz bachadon naylari deb aytamiz. Aynan bu jarayonda bachadon naylarida chandiq hosil bo'lishi mumkin. Ikkinchi faktorlardan bittasi bu endometrioz kistalar tuxumdonda joylashganda aynan tuxum hujayrani sifatiga va miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatganligi haqida ilmiy ishlar bor. Chunki yana o'sha o'zidan ishlab chiqarilayotgan toksin parchalanishi hisobiga toksin moddalar u yerdagi kichkina antral folikularni sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababdan biz ba'zi holatlarda menda operatsiya bo'ldim, lekin hali ham endometrioidni kista olindi, lekin homilador bo'la olmayapman deb aytganda biz aytamizki, o'shani o'ziga yarasha asoratlari, ya'ni sifatiga, miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatganligi hisobiga homiladorlik yuzaga kelishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Yana qiziqarli savollardan bittasi bu hayz paytida jinsiy aloqa qilish sababli endometrioidni kistalar, endometrioz o'choqlar paydo bo'lishi mumkinmi deb so'rashgan. Aslida umuman hayz paytida jinsiy aloqa qilish tavsiya qilinmaydi. Sababi bu yerda infeksion kasalliklarning qo'zg'alishiga sababchi bo'ladi. Bu nafaqatgina tibbiy tarafdan, islomiy tarafdan ham bu narsa mumkin emas. Asosida bizga, badanimizga zarar bo'lganligi uchun bu narsa mumkin emas deb aytilgan. Lekin bu holat mana shunaqa ish qilinishida endometrioid o'choqlar hosil bo'ladimi deydigan bo'lsak, ko'proq bu yoqda u hosil bo'lishida emas, aynan infeksion kasalliklarning tarqalishiga va umumiy sog'lig'iga zarar berishi bilan bog'liq holatlar yuzaga keladi. Keyingi savolimiz bu simptomlari, ya'ni menda endometrioidni o'choqlar bormi, endometrioz bormi deyishingizga keladigan bo'lsak, bu qanaqa belgilari bor deb so'ralganda, birinchi belgisi bu hayz paytida kuchli og'riqlarga va borgan sari bu og'riqlarni kuchayib borishiga, bu og'riqlarni paydo bo'lishi asosan shu o'choqlarni kattalashishi va o'choqlarda mahalliy yallig'lanishni yuzaga kelishi va u yerdagi nerv tolalarini qo'zg'alishi hisobiga kuchli og'riqlar bo'ladi. Bu birinchi belgisi. Ikkinchi belgisi bu jinsiy aloqa paytida og'riqlar paydo bo'lishi va uchinchi belgisi bu qabziyatlar yuzaga kelishi, ich qotishi va ich kelish paytida kuchli og'riqlar bo'lishi, ba'zi holatlarda qonli ich kelish, ya'ni o'choqlarni nafaqatgina qorin bo'shlig'ida, ichakka ham nima deydi, suqilib kirganligi hisobiga bunday shikoyatlar bo'lishi mumkin va keyingi shikoyatlardan bittasi bu surunkali qorin pastida og'riqlar. Ya'ni hayz sikliga bog'liq bo'lmagan holatda doimiy og'riqlarga shikoyat qilishi mumkin. Darajasiga ko'ra, endometrioz o'choqlarini darajasiga ko'ra yana asoratlari yuzaga kelib, bu holat masalan peshob chiqarish holatida ham qonlik peshob chiqishi, ya'ni siydik yo'llarida yallig'lanish yo'q, lekin qonlik siyish holatlari ham o'sha endometrioid o'choqlarni qovuqda paydo bo'lishi hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Va biz bilamizki, bu endometrioid o'choqlar qorin bo'shlig'ida, tuxumdonda bo'lsa, biz endometrioz deydigan bo'lsak, endometrioid o'choqlar bachadon mushak qavatida bo'ladigan bo'lsa, buni adenomioz deb ataladi va bu adenomioz holatida esa menstruatsiyadan tashqari paytda qonli ajralmalar kelishi, menstruatsiyaning muddati, ya'ni davomiylik muddatini qisqarishi
va albattaki jinsiy aloqa payti og'riqlarga shikoyat qilishadi. Demak, yana bir savol, hayz paytida o'zi og'riqlar ba'zan bo'lishi mumkin va buni endometrioid o'choqlar bor yo'qligidan qanday farq qilib olishimiz mumkin deb so'rashgan. Katta farqi bu og'riqlarni hattoki og'riq qoldiradigan dorilar vositasida ham bosish juda qiyinligi va borgan sari bu og'riqlarni intensivligi kuchayib borishi. Masalan, birinchi siklda masalan oddiy og'riq qoldiradigan bilan nisbatan 2-3 ta ichgandan keyin qoladigan bo'lsa, keyingi 2-3 hayz sikllarida bu og'riq qoldiruvchi dorilardan уже kuchi yetmasligi, kattaroq doza ishlatilishi, hattoki ish faoliyatini to'xtatish holatigacha, masalan, maktab o'quvchisi bo'ladigan bo'lsa, maktabga bormasligi, ish bilan ko'chaga chiqadigan ayol bo'ladigan bo'lsa, uni o'sha ko'chaga chiqa olmaydigan darajada kuchli og'riqlar, shoshilinch holatgacha olib borilish holatlarini kuzatganmiz. Ya'ni og'riqning darajasi butkul farq qiladi. Asosiysi shu og'riqqa qarab ko'pincha biz aytamiz, sizda endometrioid o'choqlar bo'lsa kerak deb aytiladi. Endi har qanday og'riq bo'lishidan qat'iy nazar, bu og'riq kuchlimi yoki yengil bo'lishidan qat'iy nazar, tavsiyam, agar sizda shunaqa shikoyat bo'ladigan bo'lsa, albatta siz reproduktiv yoshda bo'ladigan bo'lsangiz reproduktologga, kichik yoshda bo'ladigan bo'lsangiz детский ginekologga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi, yoki уже klimaks davrida bo'ladigan bo'lsa, klimaksga qarab ketayotgan bo'lsangiz, unda ginekologga murojaat qilib, buni sababini aniqlash kerak. Ya'ni ko'z yummaslik kerak. Og'riq o'zi o'tib ketadi yoki tuhsen o'tib ketadi degan gaplarga quloq solmasdan bu narsani, ya'ni bu bizning organizmimiz reaksiya berayotgan narsaga ko'z yumish, bu xatolik bo'ladi. Albatta mutaxassisga murojaat qilib, tashxisini qo'yib, o'z vaqtida davo choralarini qilish kerak bo'ladi. Endi keyingi savol, mana og'riq haqida ko'p gapirdik. Keyingi savolimiz, hech qanday simptomlari, ya'ni belgilari bo'lmasdan ham endometrioid o'choqlar, endometrioid kistalar bo'lishi mumkinmi deb so'ralgan. Albatta bo'lishi mumkin. Har bir insonni og'riq sezish darajasi va o'choqlarni qanchalik chuqurligiga qarab, ba'zi holatlarda faqatgina ultratovush orqali ko'rganimizda sizda endometrioid o'choqlar bor ekan yoki endometrioid kista bor ekan deb aytishimiz mumkin. Va bu holat ko'pincha kichik o'choqlar bo'lganda yuzaga kelishi mumkin va bu kichik o'choqlarni to'g'ri vaqtida davolash hisobiga hattoki so'rilib ketish holatlari ham kuzatilgan. Lekin ko'pincha bizni qachon bemorlar umuman shikoyati bo'lmaydi, lekin ultratovush orqali tashxis qo'yamiz. Adenomioz bo'lsa, masalan, bemorlarimiz keladi, biz ultratovush orqali adenomioz belgilarini, ya'ni bachadonni shar shaklida bo'lib qolishi, mushak qavatini juda ham qalinlashib ketishi va u yerda o'choqlarni ultratovush orqali ko'rishimiz mumkin. Bu holatda ham bemor hech qanday shikoyati bo'lmasligi mumkin. Endi endometriozga xos bo'lmagan qandaydir belgilar bo'lishi mumkinmi deb so'rashgan. Ya'ni endometrioz aslida bor, lekin unga xos belgilar yo'qligi bo'lishi mumkin. Haliga aytib o'tganimdek, bu o'choqlar ichaklarda joylashgan bo'lsa, endometrioid o'choqlar implantatsiyalanib ichaklarga, qovuqqa kirib ketgan bo'lsa, ya'ni o'sha yerda уже rivojlanishni boshlagan bo'lsa, bunday holatlarda ich kelishi, kuchli og'riq, qabziyat, ich kelganda qonash holatlari, masalan, menda gemoroy bor deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu endometrioid o'choqlarni qonashi hisobiga yuzaga kelishi mumkin va albattaki peshobda, qovuqda rivojlangan endometrioz bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda ham sidik orqali vaqti bilan qonli sidik kelishi, ya'ni peshob kelishiga shikoyat qilinishi mumkin. Endi tashxisiga keladigan bo'lsak, tashxisida so'rashgan SA125 onkomarkyorni tekshirish bilan endometrioz bor yoki yo'qligini qo'yishimiz mumkinmi deb so'ralgan. SA125 nafaqatgina endometriozda, boshqa organizmdagi yallig'lanish o'choqlari avj olgan paytda ham baland ko'rsatishi mumkin. Faqatgina shu analizni o'ziga qarab turib tashxis qo'yish xato bo'ladi. Asosiy o'zi endometrioid o'choqlarni tashxisi
ultratovush orqali va kerak bo'lsa bunga qo'shimcha ravishda MRT taklif qilinadi va uni natijasida anamnez birinchi navbatda, ya'ni tarixi, nimaga shikoyat qilinyapti, qanday og'riqni darajasi qanday, shularga qarab turib umumiy shikoyatlari va ultratovush MRT natijasida tashxis qo'yiladi va eng to'g'ri tashxis laparoskopik yo'l bilan, ya'ni kirib, qorin bo'shlig'iga kirib, ana shu o'choqlarni ko'rgandan keyingina aniq tashxis bo'ladi. Lekin hammaga ham biz operatsiya tavsiya qilmaymiz. Ya'ni operatsiyani tavsiya qilish yo'lida asosan biz bemordan so'raymiz, sizni hozirda rejangiz qanaqa? Ya'ni davo chorasiga keladigan bo'lsak, tashxisni qo'ydik. Endi davo chorasiga keladigan bo'lsak, davo chorasida ikkita yo'lga ayriladi. Birinchisi, bu sizda hozirgi paytda homiladorlikka reja bormi yoki siz uje homiladorlik haqida qayg'urishingiz yo'q, ya'ni uje tuqqansiz va asosiy sizni shikoyatlaringiz kuchli og'riqlarga, hayot tarzingizni shu og'riqlar hisobiga buzilishiga shikoyat qiladigan bo'lsangiz, bunda o'ziga yarasha bu endometriot o'choqlarini olib tashlash yoki o'sha o'choqlarni hajm jihatdan kichrayishiga qaratilgan davo choralari qilinadi. Lekin siz reproduktiv yoshda bo'lsangiz va siz homilador bo'lishga harakat qilayotgan bo'lsangiz va homilador bo'lishda qiynalayotgan bo'lsangiz, albatta reproduktologga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi va reproduktolog bu yerda 3 ta narsaga ahamiyat berishi kerak bo'ladi. Birinchisi, bu sizni qancha vaqtdan beri homiladorlikka harakat qilayotganingizni hisobga olinadi, ya'ni qancha yildan beri. Ikkinchisi, aynan shu endometrioid o'choqlar sizni qorin bo'shlig'ida tabiiy homiladorlik yuzaga kelishi uchun to'sqinlik qilyaptimi? Bulardan biri bu bachadon naylarining yopiqligiga, ya'ni yuzaga kelgan bo'lsa, buni bartaraf qilish yo'li asosan biz eko muolajasini tavsiya qilamiz va bu endometrioid o'choqlar tuxumdan zaxirasiga salbiy ta'sir ko'rsatgan holda sizda homiladorlik yuzaga kelishiga to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, bu holatda ham biz tezroq homilador bo'lishingiz uchun eko muolajasini tavsiya qilamiz. Chunki har bir daqiqa, har bir kun sizga salbiy ta'sir ko'rsatib, bizani hattoki shu imkon beradigan eko jarayonimizga ham samarasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bulardan bittasi bu tuxumdan zaxirasini bilish uchun biz hayz siklini 2 yoki 3 kuni antral follikular sonini hisoblaymiz. Normada 5 tadan kam antral follikul ko'rilsa, biz o'sha tuxumdan zaxirasi kamayapti deb aytamiz. Ikkinchisi, qonda FSG, LG, estradiol gormonlari albatta ko'rilishi kerak bo'ladi hayzning 2-3 kuni va qo'shimcha ravishda anti-Müller gormon tekshiriladi. Anti-Müller gormon 1.2 dan kam bo'lsa, bunday holatda ham biz tezroq bo'lishlari uchun eko muolajasini tavsiya qilishimiz mumkin. Qanday holatlarda biz mayli siz ekosiz ham harakat qilib ko'ring deb aytishimiz mumkin. Ayol kishi agar 35 yoshdan kichik bo'lsa, turmushiga hali 1 yildan kam bo'lsa va biz endometrioid o'choqni ko'rgan bo'lsak, trubalari ochiq bo'lsa, bunday holatda ham turmush o'rtog'ini urug'i yaxshi bo'lsa, bunday holatda biz kutish davosi, ya'ni vaqt beramiz. Mana shu 1 yil ichida homilador bo'lishlari uchun harakat qilishlari kerak bo'ladi. Albatta bu yerda yalg'lanish o'choqlarini faoliyatini pasaytirishga qaratilgan davo choralari albatta reproduktolog tavsiya qiladi. Bulardan bittasi, menga murojaat qilgan bemorlar biladi, men kurkumin degan moddani juda yaxshi ko'raman. Bu bizning tilimizda zarchava, oshga solinadigan sariq rang beradigan o'sha zarchava organizmda nafaqatgina qorin bo'shlig'ida umumiy yalg'lanish prosesslarini pasaytirganligi hisobiga mana shu 1 yil ichida endometrioid o'choqlari bo'lsa ham, tuxumdan zaxirasi yaxshi bo'lsa, turmush o'rtog'ini urug'i yaxshi bo'lsa, bachadonlari ochiq bo'lsa, o'choq bo'lsa ham homilador bo'lishi mumkin. Lekin 35 yoshdan katta bo'lsa, turmushiga 6 oydan oshgan bo'lsa, tuxumdan zaxirasi kamayib borayotgan bo'lsa, bunday holatda prosesni tezlashtirish hisobiga, ya'ni homilador bo'lish imkoniyatini oshirish hisobiga bunday bemorlarimizga tezroq eko muolajasini qildiring deb tavsiya beramiz. Keyingi savolimizga keladigan bo'lsak,
so'ralgan, ya'ni menda endometrioid o'choqlar bor va bu endometrioid o'choqlarni davolashda Klimix holatini chaqiruvchi gormonal preparatlar, ya'ni bir oyda bir marta olinadigan gormonal preparatlar tavsiya qilishibdi. Shularni olsam bo'ladimi deb ko'p savol berilgan. Bunday holatda sizni haliga aytib o'tganimdek, davo chorasini biz tanlayotganimizda sizni hozirda maqsadingiz nima? Tezroq homilador bo'lishmi yoki og'riqlaringiz hisobiga sizni yashash, turmush tarzingizga salbiy ta'sir ko'rsatganligi hisobiga davo choralarini qidiryapsizmi? Shuni hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Biz asosan bunday preparatlarni qachon tavsiya qilamiz? Qachonki, masalan, eko muolajasini qildik va eko muolajasida hosil bo'lgan embrionlarni muzlatib, lekin endometrioid o'choqlar kattaligi, adenomioz borligi bachadon ichiga embrionni implantatsiyalanishi qiyin bo'lgan holatlarda biz bu preparatlardan foydalanamiz. Sababi bu nisbatan bo'lsa ham sizga vaqtinchalik Klimix jarayonini chaqirib berganligi hisobiga, mana o'zi kelib chiqishida ko'rib turganingizdek, har menstruatsiya kelganda ichkariga qon oqishi hisobiga o'sha yerda yallig'lanish chaqiradigan bo'lsa, biz sun'iy Klimix chaqirgan holda bu jarayonni to'xtatib turamiz va o'choqlar kichikayganini hisobidan 1 oydan 3 oygacha, ba'zi holatlarda 6 oygacha preparatlarni berib, o'choqlarni kichiktirgandan keyin bachadon ichiga tayyor muzlatilgan embrionni transferi, ya'ni olib o'tish jarayonlarida biz samaradorlikka ko'proq erishganligimiz va bu haqda ko'plab ilmiy ishlar qilinganligi asosida tavsiya qilishimiz mumkin. Lekin sizda agar bu davo chorasini faqatgina og'riq qoldirish uchun qiladigan bo'lsangiz, bu yerda vaqtinchalik qanchadir foyda ko'rishingiz mumkin, lekin ildizini yo'q qila olmaysiz. Ildizini yo'q qilish jarayonida albatta o'sha estradiol va progesteron gormonining muvozanatiga ta'sir qiluvchi omillarni ko'zdan kechirishingiz kerak bo'ladi. Menda Instagramda aktualniy qismida endometrioz haqida bir anaqa kichkina videochalar bor. Albatta ularning har bittasini jiddiy ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Chunki u yerda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak, hayot tarzimizni qanaqa o'zgartirishimiz kerak va bu o'choqlarni ko'payib ketishini oldini olishimiz uchun nimalar qilishimiz kerakligi haqida qisqa yaxshi ma'lumotlar, tavsiyalar berilgan. Albatta ularni ko'rib chiqinglar, chunki bu endometrioz 10 tadan bitta ayolda uchraydigan holat va 35 yoshgacha bo'lgan ayollarda ko'proq, ya'ni hattoki 3 tada bitta uchrashi mumkin. Hech qanday simptomsiz ham kechishi mumkin. Chunki bilib boshda aytib o'tganimdek, bu hayz kelganda 95% tashqariga qin orqali chiqadigan bo'lsa, 5% qon tabiiy holatda qorin bo'shlig'iga tushishi mumkin. Faqatgina sizni immun sistemangiz to'g'ri ishlamasligi, sizni umumiy sog'lig'ingizda muammolar bo'lganligi hisobiga, mana shu o'choqlarni immun sistema tanib yo'q qilib tashlamaganligi hisobidan bu o'choqlar ko'payishi mumkin. Endi operatsiya qildirish haqida ko'p savollar kelgan. Ya'ni operatsiya qildiraymi yoki operatsiyasiz hal qilsam bo'ladimi degan savollar kelgan va qaysi usul yaxshiroq operatsiyada, qorin bo'shlig'ini ochib laparotomik operatsiyami yoki laparoskopik operatsiyami deb ko'p savollar so'ralgan. Asosan agar siz murojaat qilgan mutaxassis agar laparoskopik operatsiyani yaxshi qila olsa, laparoskopik operatsiya tavsiya qilinadi. Sababi bu yerda ayol kishini operatsiyadan keyingi tiklanish davri juda tez bo'ladi. Chunki qorin bo'shlig'i kesilmaydi. Qorin bo'shlig'i kesilgandan keyin harakat sekinlashadi. Masalan, o'sha yarani har bir harakatda og'riqlari hisobiga va bir tarafi laparoskopik operatsiyani ustunligi bu yerda kirgan, ya'ni 3 ta teshik orqali kiriladi. Bittasi kindik orqali, ikkitasi ikkita yon tarafdan teshiklar orqali, kamera orqali kiriladi va kamerada biz mikroskopik holatda, kattalashtirgan holatda bu narsani ko'ramiz va kichik bo'lgan o'choqlarni ham ko'rib, ularni kuydirish hisobiga laparoskopik operatsiya ustunroq hisoblanadi. Laparotomiya, ya'ni kesib operatsiya qilishdan ko'ra shunaqa ustunligi bor va har bir o'choqni tozalab tashlash imkoniyati yuqoriroq hisoblanadi. Qaysi holatlarda laparoskopik operatsiyadan foydalana olmaymiz? Qachonki endometrioidning kistalar juda katta bo'lsa, chunki hozir men aytib o'tganimdek, 3 ta joydan teshik qilib kiriladi. Masalan, endometrioidning kista juda kattaligi hisobiga kindik
qismdan ham teparoqda bo'ladigan bo'lsa, biza kirgan holatimizda buni to'liq nima deydi, ko'ra olmasligimiz mumkin. Bunaqa holatda laparotomiya, ya'ni kesib bu o'choqni to'liqligicha ko'rib va buni olib tashlashimizga to'g'ri keladi. Endi olib tashlashga keladigan bo'lsak, sizlarga misol tariqasida aytaman. Qurtlagan olmada siz qurtini tozalaydigan bo'lsangiz, nafaqatgina o'sha qurt bo'lgan joyini, toza to'qimali bo'lgan olma qismi ham olib tashlaysiz. Xuddi shunga o'xshab har bir operatsiyada biza endometrioidni o'choqlarni olinayotganda, ya'ni kistalar olinayotganda, nafaqatgina kistani o'zini atrofida sog'lom bo'lgan to'qimani ham olinishiga sabab bo'ladi va bu operatsiyadan keyin shunaqa ilmiy ishlar qilingan. Operatsiya oldi anti-Müller gormon tekshirilgan va operatsiyadan keyin tekshirilganda anti-Müller gormonining kamayganligi ko'rilgan. Buni o'sha sizlarga mana mexanik tarzda tushuntirib beraman. Qurtlagan olmada siz faqatgina qurt qismini olib tashlay olmaysiz. Ming harakat qilsangiz ham sog'lom to'qima qism ham ozgina olinishiga sababchi bo'ladi. Chunki siz agar chala oladigan bo'lsangiz, bu holat tezda qaytalanishiga sababchi bo'ladi. Endi men operatsiya bo'lganman, lekin operatsiyadan keyin yana qayta yuzaga kelish ehtimoli bormi deb so'ralgan. Ehtimoli bor, chunki yana o'sha kelib chiqishiga keladigan bo'lsak, siz agar hayz ko'ruvchi ayol bo'ladigan bo'lsangiz, bu jarayon qayta yuzaga kelishi mumkin. Faqat buni oldini olish uchun siz umumiy sog'lig'ingizni, organizmda surunkali yallig'lanish proseslarini yuzaga kelishini oldini olishingiz kerak bo'ladi va immun sistemangizni to'g'ri ishlashi uchun sharoit qilishingiz kerak bo'ladi. Masalan, qabziyat bo'ladigan bo'lsa, bu toksin moddalarning qaytadan so'rilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni sizda qabziyat bo'lsa, albatta u qabziyatni davolashingiz kerak bo'ladi. Yeyish, turmush tarzingizni to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Ko'katli mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilishingiz. Ya'ni kletchatka deb aytiladi. Ana shu kletchatka ichakni harakatini yaxshilaydi. Sizda qanchalik organizmda yallig'lan boshqa masalan tishda karislarni bo'lishi va ularni davolamasligingiz, limfa tugunlarini kattalashi, siz ularga ko'z yumadigan bo'lsangiz, bu endometrioidni o'choqlar kattalashaveradi. Bizning vujudimiz bitta umumiy olam. Ya'ni faqatgina fokusimizni bachadonga emas, boshqa yerda, ya'ni masalan tanzilit, anginasi bo'lsa ham aytaman, birinchi borib ularga albatta davolating. Gaymaritis bo'lsa, albatta borib davolating deyman. Chunki bularni davolamaslik bizani resurslarimizni, masalan, oqsilimiz har doim mana shu bilan kurashish bilan band bo'ladi. Bu qorin bo'shlig'ida bo'layotgan jarayonlarni ko'z yumishiga to'g'ri keladi. Chunki siz bunga yordam bermayapsiz. Siz nabarot buni kuchayishiga sababchi bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Endi qaysi holatlarda umuman operatsiya tavsiya qilinmaydi yoki operatsiyani keyinga surishimiz mumkin? Bemorimiz murojaat qildi. Masalan, misol tariqasida aytadigan bo'lsak, ultratovush orqali ko'rdik biza tuxumdan zaxirasi kamaygan va turmushlarga уже 1 yildan oshgan bo'lsa, bunday holatlarda biz maksimal darajada birinchi homilador bo'lishlari uchun eko muolajasini o'tkazamiz va ekoda muzlatilgandan keyin kerak bo'lsa keyin operatsiya tavsiya qilishimiz mumkin. Lekin mana shu jarayonlarda menda bitta video bordi. Qaysi holatlarda biz eko jarayonida ham tuxum hujayra yetilsa ham olishga qiynalamiz degan holatda bu endometrioidni kistalar, masalan, pastki qismida endometrioidni kista, tepa qismlarida follikulalar o'sgan bo'lsa, buni ustidan o'tish ko'pincha tavsiya qilinmaydi, chunki har bir kirib chiqqan endometrioid o'choqqa kirib chiqqan joyimizda infeksiya ko'payishi va keyinchalik og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Shu sababdan biz har doim obyektiv, ya'ni transvaginal ultratovush orqali ko'rayotganimizda antral follikulalar endometrioid o'choqdan pastdami yoki undan yuqoridami joylashgan, bularni ko'rishimiz kerak bo'ladi va to'g'ridan to'g'ri eng oxirgi chora o'zi operatsiya hisoblanadi. Chunki operatsiyani o'zi bo'ldi, operatsiya qildi, boshqa bo'lmaydi degan gap bo'lmaganligi uchun biz to'g'ridan to'g'ri sizni operatsiya qildiring demaymiz. Chunki yechimga olib kelmaydi. Yana 2-3 yildan keyin bir xil bemorlarimiz keladi. Menda yana endometrioidni o'choqlar bor, menda yana endometrioidni kista bor degan holatlar ko'p kuzatiladi. Chunki bu sizni hayzingiz kelgani bu narsani paydo bo'lishi mumkinligiga dalolat hisoblanadi. Va operatsiyadan keyin qanchadan keyin homilador bo'lishga harakat qilishim kerak deb so'ralgan. Operatsiyadan keyin iloji boricha 3 oydan 6 oy ichida reproduktolog bilan birgalikda
tezroq homilador bo'lishingizga harakat qilishingiz kerak, chunki bu o'choqlar yana qayta paydo bo'lishi mumkin. Va o'sha nimaga operatsiyani tavsiya qilmaymiz? Chunki tuxumdan zaxirasiga salbiy ta'sir ko'rsatganligi hisobiga o'sha o'choqlarni olinayotgan paytida tuxumdan zaxirasi, ya'ni sog'lom to'qima ham qisman olib tashlanganligi hisobiga tuxumdan zaxirasi kamayib ketadi. Shu asosiy kelgan savollar shulardan iborat edi. Inshaalloh sizni qiziqtirgan savollarga javob oldingiz deb umid qilaman va keyinchalik masalan bu efirimizni postga qo'yganimizda ostida yoki bot orqali savollaringizni bersangiz, bo'sh vaqtimga qarab iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Lekin to'liqroq, masalan o'zingiz haqingizda to'liqroq holatni aniqlash uchun jonli konsultatsiyaga kelishingizni tavsiya qilaman. Chunki bu holatda men o'zim ultratovush orqali sizni ko'rib, tuxumdan zaxirangizni holatini, turmush o'rtog'ingizning urug'ini, sizga qancha bo'lganligi, turmushingizga, shularni hammasini birgalikda yig'ib, sizga to'g'ri reja tuziladi va siz inshaalloh homilador bo'lib, farzandli bo'lish imkoniyatiga tezroq erishasiz. Shu bilan bugungi jonli efirimizni yakunlaymiz. Keyingi jonli efirda ko'rishguncha albatta bu efirimizdagi tug'ilgan savollar nafaqat sizni, siz bilgan, tanigan, shu muammosi bo'lgan juftliklar bo'lsa, albatta buni jo'natishingiz mumkin, etishingiz mumkin. Albatta bularni ko'rib, o'zi haqida qanchalik to'g'ri informatsiyaga ega bo'lsa, siz shunchalik yaxshiliklarga sababchi bo'lasiz. Chunki ba'zi holatlarda bemorlarimiz ko'p vaqtini noto'g'ri tashxis qo'yishda, noto'g'ri ma'lumot hisobiga o'z vaqtini yo'qotadi va keyinchalik biza ular bilan ishlashda ancha qiyinchiliklarga duch kelishimiz mumkin. Keyingi jonli efirda ko'rishguncha xayr.